baho oldingiz endi? 5. Rostdanmi? Ha. Ha, yaxshi. Yaxshi o'qigan, xo'pmi? Xo'p. Dada. Ha? Anaqa, mana bu mashinada o'tib ketaylik. Nega? Bu sinfdoshimni dadasini mashinasi. Bo'ling tezroq haydang. Xo'p. Ayjon, biz keldik. Assalomu alaykum dadasi, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi keldinglarmi? Va alaykum assalom. Yaxshi. Nima qolib ketdinglar? Mana shu mashina buzilib qoldi. Ovqating tayyormi? Tayyor. Qani ketdik. Qani xotirjam. Bolam, darslaringni qil, xo'p? Ustozim uyga vazifa bermaganlar. Umid, aldanma bolam. Yolg'on gapirish yaxshi emas. Yolg'on gapirish yaxshi bo'lmasa, unda siz nega menga yolg'on gapirdingiz? Nima deb yolg'on gapirdik? Siz menga dadamning mashinasi eng zo'r mashina deb, lekin bugun mana sinfdoshimning dadasining mashinasini o'tib keta olmadilar. Men o'qimaganman, lekin sen o'qishing kerak. O'qisang, menga o'xshab qiynalmaysan, qora ishchi bo'lib yurmaysan. Mashinaga keladigan bo'lsak, to'g'ri, zo'r mashina emas. Lekin sen kelajakda o'qib, yaxshi joylarda ishlasang, yaxshi kasb egasi bo'lsang, eng zo'r mashinani sotib olasan. Kelishdikmi? Kelishdik. Men sizga kelajakda eng zo'r mashina olib beraman. Hay, rahmat o'g'lim, rahmat. Nima niyatlaring bo'lsa, yetib bering, xo'pmi? Endi borib, darsingizni qiling, xo'p? Bay. Ada, mashina sizga yoqdimi? Bu mashinani adaptiv cruise kontroli bor. Bu degani polosani ushlashda yordam beramiz. Kelgan 7 o'rinni qiling. Oilaviy mazza qilib, tog'larga, viloyatlarga aylanib ketsangiz bo'ladi. Mana bu kolonkalari sun'iy. Shunaqa ovozi tiniq eshitiladi. Keyin siz o'tirgan o'rindiqda masaji bor. Mazza qilib masaj olib ketsangiz bo'ladi. Oyoqlardagi kressolari ko'tariladi. Keyin probkada qulayliklari ham juda ko'p. Umuman zerikmay mashinani mazza qilib haydab ketasiz. Sizga yoqdimi, Ada? Barakalla bolam. Va'dang ustidan chiqding. Menga mashina yoqdi. Juda ham zo'r mashina ekan. Baraka top. Sendan bir iltimosim bor. Mana bu mashinadan o'tib ketma. Bu bola uchun buni dadasining mashinasi eng zo'r mashina.